Mana o'sha trendga chiqqan kavrak urug'i. Noyob kavrakli urug'i Ko'qiston Uljon kavrak urug'lari. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz kavrak biznes faoliyatimizni 10 yildan beri a'lo darajada olib kelyapmiz, Xudoning fazli bilan. O'sha kavrakni A'dan Yagacha, ya'ni ekishi, uni hosil olishi, uni qayerga sotilishi, hammasini YouTube'ga, Instagram'ga videolarini doimiy ravishda joylab boramiz. Sizlar uchun juda ko'p takliflar, savollar paydo bo'lgani uchun kavrak o'zi asli paydo bo'lgan joyi, undan keyin kavrak mahsuloti yig'ilgandan keyin qayerga sotiladi, o'sha narsalarni hammasini aziz obunachilarga ko'rsatish uchun Afg'oniston Islom Respublikasiga, undan tashqari Hindistonga safar uyushtirdik. Sababiki o'sha Afg'onistonda birinchi kavrak o'sha yoqda ekib hosil olingan. Undan keyin yig'ishtirilgan mahsulot Hindistonga sotilgan. Hindistonga nima maqsadda sotiladi? Hindistonga kavrak mahsulotlari borgandan keyin YouTube'ga buni joyladik. Agar ko'rmagan bo'lsalaring ko'ringlar. Hindistonga sotilgandan keyin bu mahsulot Hindiston davlat tarafdan bu qayta ishlangandan keyin xalqqa iste'mol uchun chiqariladi. Bu o'zi kavrak 100% eksport mahsulot bo'ladi, lekin O'zbekistonda ichida ham kavrakni ichki bozorlari, ya'ni jahon bozorlari bor. Kerak bo'lsa bu jahon bozor Afg'oniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, hamma shu O'rta Osiyo davlatlarining ichida O'zbekistondagi, ya'ni Dehqonoboddagi bozorimiz jahon bozor hisoblanadi. Sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketayin. 2026-yil kuziga Xudo xohlasa bu kavrak urug'lar hammasi xalqqa sotiladi. Undan oldin biz 1-sentyabrdan kavrak urug'larini sotishni boshlaymiz. Sababiki ob-havo yomonlashuvi. Ob-havo 2 yildan beri yomonlashib, ba'zi bir odamlar yer taxlay olmayapti, ba'zi bir odamlar ekishga ulgurmayapti. O'shani hisobidan biz 1-sentyabrdan kavrak urug'larini sotuvga chiqaramiz. Agar kim kavrak urug'ini ekib ko'chat qilib sotmoqchi bo'lsa yoki o'zi 1 kilo, 2 kilo sotib olib, o'zi ko'paytirib o'zini bemalol katta dalalariga ekib plantatsiya qilmoqchi bo'lsa, xohlang 1 kilo, xohlang 10 kilo, xohlang 100 kilo bemalol 1-sentyabrdan sotuvga chiqaramiz. Xudo xohlasa 1-sentyabrgacha kim agar ekmoqchi bo'lganlar bizga zakaz berib 10% avans berib, bizga bloknotga yozdirib qo'yishlaring mumkin. O'sha nomerlarimiz 94 kodi bilan 522 18 81 telefon nomerlariga telefon qilasizlar. BTS pochta orqali O'zbekistonda 12 ta viloyatini xohlagan rayoniga dostavka qilib beramiz. Faqat BTS orqali sizlardan bitta talab qilinadigan narsa, BTSdagi o'sha o'zlaringda rayon filiallaringda adresini to'la to'kis berasizlar. Xudo xohlasa 12 ta viloyat bo'ylab biz buni dostavka qilib beramiz. Xayr, sog' bo'linglar.